Bugun sizlar bilan grammatika darsimizni davom ettiramiz, okay? In today's lesson we have to talk about writing complex grammar structures. Bugun sizlar bilan writing uchun kompleks o'sha murakkab bo'lgan grammatika strukturalar haqida gaplashib o'tamiz, okay? O'zi bugun sizlar bilan ko'radigan mavzuyimiz clause of purpose bo'ladi, okay? Ya'ni maqsad ergash gaplar haqida gaplashib o'tamiz, okay? So now we should talk about some information, okay? Clause of purpose, ya'ni o'sha maqsad ergash gaplar qanday qilib hosil qilamiz biz bular. Birinchi maqsad ergash gaplarni hosil qilish uchun biz masalan foydalansak bo'ladi to'dan. To ya'ni o'zbekchasiga maqsadida degan ma'noni bildiradi, okay? Bu yerda agarda siz clause of purpose ishlatmoqchi bo'lsangiz, maqsad ergash gapda to'dan foydalanib gap tuzsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zbekchasi nima ekan? Maqsadida desak to'g'ri bo'ladi. Misol uchun qarang, misol uchun aytaylik masalan I study English to pass the exam. Masalan, men ingliz tilini imtihon topshirish uchun o'qiyman. Bu yerda ingliz tilini o'qiysiz. Kim o'qiydi? Siz o'qiysiz. Nima maqsadda? To pass the exam. Imtihonni topshirish maqsadida o'qiyman deb aytib o'tib ketsangiz bo'laveradi. Yoki da bo'lmasam aytaylik we saved money to buy an expensive car deylik masalan, an expensive car. Biz qimmat mashina sotib olish maqsadida nima qildik? Pul to'pladik degan ma'noda keladi. Bu yerda to ko'ryapsizlar. Endi buni ko'proq ishlatamiz informal bu form emas, okay? Informal norasmiy shaklda ishlatsak bo'laveradi, okay? Endi to'dan foydalansak bo'ladi deb aytib o'tib ketdim. Yoki da bo'lmasam just a second, can I highlight this? Okay. Xo'p, yoki da bo'lmasam biz foydalansak bo'ladi. Aytaylik bitta akademikroq gap yozib ko'raylik to'ga. Misol uchun the government misol uchun implemented new policies to improve public health deylik masalan. Nima deyapman bu yerda? Aholi salomatligini yaxshilash maqsadida nima deydi? Hukumat yangi siyosatlar joriy qildi. Misol uchun implemented joriy qilmoq bo'lyapti. Government hukumat to'g'rimi? Yangi siyosatlar joriy qildi deb aytib o'tib ketsak bo'laveradi bu yerda, okay? Bu yerda to kelyapti, ko'ryapsizlar. Shuni nimani maqsadida joriy qilyapti shuni? New policies-da shu public health-ni improve qilish uchun nima deydi? Chiqaryapti, to'g'rimi? Joriy qilyapti. Xo'p, to bilan bersak bo'lar ekan. Keyin bundan tashqari yana bittasi bor, qarang, in order to yoki da bo'lmasam buni boshqacharoq variant bor, so as to. Endi buni ham aytadigan bo'lsak, o'zbekcha ma'nosi maqsadida degan ma'noda keladi, okay? Maqsadida. Kelinglar, bunga ham bitta gap yozib ko'raylik. Endi bu formal bo'ladi, okay? Shu yerga yozib ketyapman. Formal. Xo'p, bunga aytaylik the company invested in new technology in order to increase productivity desak masalan, productivity nima deyapti bu yerda? Xullas o'sha ish unumdorligini oshirish maqsadida kompaniya yangi texnologiyaga sarmoya kiritdi deyapmiz, okay? Ish samaradorligini oshirish maqsadida in order to, shu yerda maqsadida degan ma'noda kelyapti. Kompaniya nima qildi? O'sha sarmoya qildi yangi texnologiyaga deyapmiz. Ko'rasizlar, bu yerda in order to bilan gap keldi. In order to bilan, okay?
keyin bu ko'proq formal bo'ladi, ammo to'ga qaraganda, okay, to'ga qaraganda bu in order to bilan so as to formal bo'ladi. Yokida bo'lmasam so as to yozib ko'raylik. Qarang. I left early so as to what? Avoid traffic. Hop. Tirbandlikdan qochish maqsadida men erta tark etdim deyapman. Ha, to'g'rimi? I left home early, to'g'rimi? I left home early so as to avoid traffic. Tirbandlikdan qochish maqsadida men uydan erta chiqib ketdim deyapman. Okay, so as to bitta ko'ryapsizlar. In order to bilan bir xil. Okay. Endi yokida bo'lmasam bitta gap yozib ko'raylik. Nima? Buni negative ham bo'ladi. Negative. Okay? Negative purpose. Ya'ni biror nima qilmaslik maqsadida. Aytaylik. Purpose. Masalan, I studied hard. So as not to bo'ladi. So as not to fail the exam deb. Imtihondan yiqilmaslik maqsadida men qattiq o'qidim. Bu yerda ko'ryapsizlar, so as not to, asdan keyin not qo'yamiz, keyin to, keyin fe'lni birinchi shakli ketaveradi. Okay? Bu yerda endi bu negative purpose bo'lyapti. Nima qilmaslik maqsadida? Imtihondan yiqilmaslik maqsadida degan ma'noda kelyapti. Yokida bo'lmasam in order to the negative qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, qarang. In order to the negative. Hop. Just let's say hop, nima deylik? Just say my uncle went abroad in order not to masalan in order not to jinni yemayapti-da. In order not to stay, in order not to work in Uzbekistan desak masalan, men tog'am O'zbekistonda ishlamaslik maqsadida qayerga ketdi? Chet elga ketdi deb aytib ketyapman. Okay? Shu yerda abroad ko'ryapsizlar. Bu yerda ham o'sha nima deydi? Chet el ma'nosida keladi. Okay? Shuni bitta ko'raylikmi? Abroad. Endi abroaddan oldin preposition ishlatilmasa, masalan to, on, unaqalar ishlatilmaydi. Okay? Abroad o'zi keladi faqat. As a country mana. In or to a foreign country or countries. Okay? Go abroad mana ko'ryapsizlar. Go abroad. Ko'ryapsizlar, go to abroad bo'lmayapti bu yerda. Okay? Yo go on abroad bo'lmayapti. Preposition kelmaydi, faqat o'zi keladi bu. Okay? Ko'ryapsizlar, nima dedim bu yerda hozir? My uncle went abroad in order not to work in Uzbekistan. O'zbekistonda ishlamaslik maqsadida tog'am chet elga ketdi deb aytib o'tib ketdi. Shuni sizlarga tashlab o'tib ketay. Bu B1 level so'z ekan, lekin ko'pchilik shu yerda shuni ishlatishda xatolikka yo'l qo'yadi-da. Abroaddan oldin masalan preposition to ni qo'yib qo'yishadi. I went to abroad deb qo'yishadi. Yo'q, unaqa emas. Went to abroad bo'lmaydi hech qachon. Went abroad bo'ladi, okay? Mana go abroad turibdi bu yerda. To yo'q o'rtada. Hop, in order to, so as to bilan tuzdik. Shuni gapni boshiga olib qo'ysam ham bo'ladi. Masalan, my uncle went to abroad turibdi-yu, masalan, shu yergacha bo'lgan joy nima? Допустим, aytaylik bu independent clause bo'lsa, in order not to bu yog'i dependent clause bo'lyapti. Birinchisi independent bo'lyapti, in order not to bu yog'i dependent clause bo'lyapti, okay? Shuni o'rnini almashtirib qo'ysam ham bo'ladi. Mana in order not to work in Uzbekistan, my uncle went abroad desang, hozirgi gapni almashtirib qo'ydim. Shunaqa yozsangiz ham bo'laveradi, okay? O'rnini almashtirib qo'ydingiz. Endi o'rtada vergul bor, chunki doim dependent clause bilan boshlangan gapdan keyin vergul qo'yib yozamiz degan mana. Ko'p aytganman buni. Shunaqa
O'zbekistonda ishlamaslik maqsadida tog'am chet elga ketdi deb aytib qo'yapman. To'g'rimi? Shunaqa gap to'g'rini almashtirib qo'ysam bo'laveradi. Masalan, so as to get up early. I slept before 10 deyapman. Before 10. Erta turishlik maqsadida men nima qildim? 10 dan oldin uxladim deb aytib o'tib ketyapman bu yerda, okay? 10 dan oldin uxladim. Nima qilish maqsadida? Erta turish maqsadida. Okay? Endi so as to bilan tutsak bo'ladi dedim yoki da bo'lmasa in order to bilan tutsak bo'ladi dedim. Shu to bilan farqi nima? Bu yerda in order to bilan so as to formal bo'lyapti maqsadida, keyin to informal bo'lyapti, bu ham maqsadida kelyapti, okay? Keyin masalan buni ham nima deydi? Qarindoshlari desak to'g'ri bo'ladi. Qarindoshlari ko'p. Yana bo'lmasa clause of purpose o'sha maqsadni bildirish uchun nimalardan foydalanamiz yana desangiz, let's say sal o'rtacharoqlardan boshlaymiz, okay? Keyin o'sha in order to boshqacharog'i bor. In order to boshqacharog'i bor. Bu qaysi deydigan bo'lsa, u ham xuddi shunaqa bo'ladi. Prosta bu in order for somebody to bundan keyin ham plus verbni birini ishlatamiz, okay? Endi bironta bir ish harakati, masalan bu yerda qarang, tepadagi gapda O'zbekistonda ishlamaslik maqsadida tog'am chet elga ketdi dedimmi? Shu O'zbekistonda ishlamaslik maqsadida kim ishlamaydi? Shu tog'am ishlamaydi dedim. Ko'chib ketgan ham kim? Tog'am dedim. Endi bu yerda shu ish harakati masalan somebody'ga nima deydi? Ulab olsam bo'ladi-da, okay? Mana gapda ko'raylik buni. Just say I worked hard in order for my children to study. Qarang, oddiy gap. Men qattiq ishladim, bolalarim nima deydi? Yaxshi o'qisin deb. To study well desaga, bolalarim yaxshi o'qisin deb, bolalarim yaxshi o'qishligi maqsadida men qattiq ishladim deyapman. Bu yerda ishlagan kim? Siz ishlayapsiz. Keyin kim uchun ishlayapsiz? Bolalar uchun ishlayapsiz. Shunaqa joyda in order for somebody to do something. Shuni ishlatib kelsangiz bo'ladi, okay? Yoki da bo'lmasa aytaylik, I explained the lesson in order for my students to understand it better. Shu o'quvchilarim yaxshi o'rganishi maqsadida men darsni tushuntirdim deb o'tib ketyapman, okay? Ko'ryapsizlar, bu yerda dars tushuntirgan kim? O'sha o'qituvchi tushuntiryapti. Kim uchun? O'sha studentlar uchun, o'quvchilar uchun, understand qilish uchun, tushunish uchun men darsni yaxshi tushuntirdim degan ma'noda kelyapti. In order for somebody to do something, okay? O'sha kim uchundir qilasizda bu yerda, okay? O'z uchun emas, kim uchundir qilasiz. Xo'p, shu bilan tutsak bo'ladi. Keyin yana shunaqasi bor, for. Endi bundan keyin ko'pincha noun keladi. Bu ham uchun degan ma'noda keladi yoki da bo'lmasam maqsadida. Ko'pincha bundan keyin nima? Noun keladi deyapti. Qarang. Just say I with my grandparents in order to bu yerda to'xtangda.
masalan I met with my friends in order to discuss the situation, discuss the problem deylik. O'sha problemani muhokama qilish maqsadida men do'stlarim bilan ko'rishdim deyapman. Bu yerda in order to bilan kelyapti. In order to'dan keyin ko'pincha nima keladi? O'sha verb keladi. Verb bilan keladi dedim, to'g'rimi? Verb bilan keladi. Endi shuni men for bilan berib qo'ysam ham bo'laveradi-da. Qanaqa qilib degan bo'lsangiz, qarang. I met my friends for a discussion desam bo'laveradi. Okay? Men muhokama maqsadida muhokama uchun uchrashdim do'stlarim bilan deyapman. Okay? I met for a discussion deylik. Shu my friends tushib turadi. I met for a discussion. Okay? Ko'ryapsizlar, men muhokama maqsadida uchrashdim deb aytyapman. Bu yerda for dan keyin nima kelyapti? Noun kelyapti. Okay? Shunaqa qilib bersanglar bo'ladi, lekin for dan keyin ko'pincha noun keladi bu holatlarda. Okay? Lekin in order to dan keyin fe'l keladi. In order to dan keyin shunaqa for bilan bersak bo'ladi. Yoki bo'lmasam aytaylik boshqacha gap. The funds were raised for education. Nima deyapman? Endi bu yerda ta'limni qo'llab-quvvatlash maqsadida mablag' yig'ildi. Okay? Funds bu yerda mablag' bo'lyapti. Ta'limni qo'llab-quvvatlash uchun o'stirish maqsadida mablag' yig'ildi deyapman. Fordan keyin mana nima kelyapti? Noun kelyapti. Okay? Shunaqa. Keyin yana bor. O'zi nechta ko'rdik hozir? Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta ko'ribmiz. To'g'rimi? Keyin yana bor, qarang. With the aim of bor. With the aim of. Yoki bo'lmasam buni sal boshqacharog'i nima edi? With the view to. Shuni bitta ko'rib olaylik-da. Hozir bu yerda yo'q ekan. No, let's just anyways. Qarang, with the aim of bilan with the view to ham bir xil. Bu ham ko'pincha maqsadida degan ma'noda keladi. O'zi hammasi maqsadida degan ma'noda keladi-da. Lekin buni ishlatilish qoidasi farqi. Bundan keyin verb ing keladi, okay? Verb ing da ishlasak to'g'riroq bo'ladi. With the aim of, with the view to. Hozir lug'atda chiqmadi. Masalan, o'rgatib qo'yaman, qarang. Qanaqa ishlaydi? Bundan keyin verb bo'lmas, verb ing kelsin deyapman. Endi qarang, bunga misol uchun bitta gap aytaman, qarang. The project was launched with the aim of improving public nima desa bo'ladi? Public health desak tushamikan? Public health. Qaranglar, tepadagi gap sal boshqacharoq bo'ldi, ha? Qarang, bu yerda aholi salomatligini yaxshilash maqsadida loyiha ishga tushirildi deyapti. Endi project bu yerda loyiha launch ishga tushirildi. Nima maqsadida? Aholi salomatligini yaxshilash maqsadida loyiha ishga tushirildi deyapman. With the aim of turibdi. Keyin undan keyin kelayotgan fe'l anaqada kelyapti. Nima? Verb ing da kelyapti. Okay?
verb ing'da kelyapti. Ko'ryapsizlar. Yoki bo'lmasam aytsam bo'ladi. Qarang. Bundan keyin noun kelish holati ham bor, uni ham ko'rsataymi ekan. Qarang, the government just say introduced reforms with a view to reducing unemployment. Bu yerda gapni ma'nosi nima bo'lyapti? O'sha ishsizlikni kamaytirish maqsadida hukumat islohotlar joriy qildi. Ishsizlikni kamaytirish maqsadida hukumatlar islohotlar joriy qildi deb aytyapman. Ko'ryapsizlar, bu yerda ham kelayotgan film nima? With a view to'dan keyin reducing kelyapti. Verb ing kelyapti. Ko'pincha verb ing keladi. Verb ing yoki bo'lmasam noun keladi. Okay? Noun keladi. Shularni ajratib ketay. Hop. Shunaqa xullas. With the aim of, with the view to. Ulardan ko'pincha verb ing yoki bo'lmasam noun keladi. Keyin yana bitta ko'rib qo'ysak to'g'riroq bo'ladi. Yana bitta ko'raylik. Keyin buni sal boshqacharoq bor. Bu ham qarang, lest degan ma'no bor. Lest. Buni hosilaga o'zbekcha ma'nosi o'zi bo'lmasin deb degan ma'noda keladi, okay? Mana qarang. Lest. Conjunction bu ham. O'zi hammasi o'sha with the view to, with the aim of, in order to, so as to bu hammasi conjunctions, okay? Mana in order to prevent any possibility that something will happen, okay? Bo'lmasin deb degan maqsadda kelyapti. Buni ham tashlab o'tib ketay. Hop. Lest in order to prevent any possibility that something will happen. They were afraid to complain about the noise lest they annoyed the neighbors. Qarang. Bitta gap yozaman bunga ham. I spoke quietly. Okay, I spoke quietly. Lest I wake the baby. Desiga baby. Bitta nima deyapman? Men o'sha chaqaloq uyg'onmasin deb sekin gapirdim. Okay? Shunaqa ma'noda keladi. Bo'lmasin deb degan ma'noda xullas, okay? Nima deyapman? Bu yerda o'sha chaqaloq uyg'onmasin deb sekin gapirdim degan ma'noda kelyapti. Yoki bo'lmasam aytaylik, hop, qarang. Before leaving home, I took the map lest I get lost. Misol uchun uydan chiqishdan oldin men xaritani oldim, lest I get lost, yo'qolib qolmay deb. Okay? O'sha yo'lni chalkashib qolmay, yo'qolib qolmay. O'sha majidni qarang. Lest I don't get lost desangiz bu yerda xato bo'ladi. O'zi lest o'zi negativ ma'noda kelyapti. Bo'lmasin deb degan ma'noda shu negativni beryapti o'zi. Bundan keyin kelayotgan o'sha subjectdan keyingi kelayotgan fe'l
o'sha nima negativda bermasdan o'sha pozitivda bersangiz bo'ladi. Okay, affirmativda getni bersangiz bo'ladi. Chunki matic less negativ ma'noda beryapti. Okay? O'sha yo'qolib uydan chiqishdan oldin xaritani olib oldim. Nima qilish uchun? Yo'qolib qolmasligim uchun. Okay? Shuna ma'nolarda less ishlasak bo'laveradi. Bularning hammasi xullas clause of purpose, okay? Maqsad ergash gaplar, clause of purpose. Sizlar bilan bugun ko'pini ko'rdik, less ko'rdik, with the aim of, with the view to bor, for, in order for somebody to do something, yoki bo'lmasam in order to, so as to o'sha bir 10 tacha ko'rdik a. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6, 7ta, 8ta ko'ribmiz. Okay? Shulardan foydalaninglar, writinglarda qo'llanglar yoki bo'lmasam speakinglarda qo'llanglar. Juda ham o'sha high level grammar bu ham, okay? O'sha complex grammar structure bo'ladi bu. Okay? O'sha murakkab grammatika strukturalar. Dars rekordingini tashlab qo'yaman kanalga. Hammaga rahmat.